faoliyatimda ertalab kelganimizda o'zaro rais xodimlar bilan 7lik bilan gaplashilib, fikr almashilib, kimda qanday topshiriqlar bo'lsa, o'sha topshiriqlarni o'rtaga qo'yib, kamchiliklar bartaraf etish uchun maslahatlashib olinib, mahallalarga, ko'chalarga chiqamiz. Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inimizda 55 ta tadbirkorlar mavjud. Asosiy endi men tadbirkorlar bilan, kambag'al oila, ishsizlar bilan shug'ullanganim uchun kunning yarmi qismida o'sha faoliyatlar bilan shug'ullanaman. Kun yakunida mahalla 7ligi, mahalla raisi ishtirokida bir kunlik bo'lingan vazifalar, berilgan topshiriqlarni bajarib, ertangi kungi hisobotlarimiz, ertangi kungi topshiriqlarimiz bo'yicha qo'shimcha yana qilamiz. Har bir xonadonda yurib qiladigan ishlarini rejalashtirish, ularga amaliy yordam berish, xonadonlarda ozodalik, tartib-qoida, ko'chalarni, devorlarini oqlash, hasharlar uyushtirish, qabristonlarda o'tkazilgan har bir hasharlarda mahallamiz nuroniylari, mahalla faollari, aholimiz faol ishtirok etib kelyapti. Biz ularga bosh-qosh bo'lib qilinadigan ishlarni rejalashtirish bo'yicha amaliy yordam berib kelyapmiz. Hozirgi kunda bizning mahallamizda 640 ta xonadon, 827 ta oila, 2870 ta aholi istiqomat qiladi. Mana mustaqilligimiz bo'lgandan buyon mahalla fuqarolar yig'iniga berayotgan vakolatlar juda katta. Chunki men oldin ham ishlagan bo'lsam, hozirgi mustaqildan keyingi berayotgan vakolatlarni ko'rib, men o'zim bir hayratda qolaman. Chunki mana mahalla 7ligi berildi. Mahalla 7lik berilgandan keyin bu mahalla 7ligini har birini o'zini qiladigan ish taqsimotlari bor. Shu ish taqsimotlarni har kuni o'zim mana ishga kelganda ertalab soat 8 da xodimlarni o'tkazib, har bir xodimimga mahallada qiladigan ishlarni, vazifalarni beraman. Bu vazifalarni bergandan keyin kechki payt soat 4:30 ga kelgandan keyin bergan vazifalarni hammasini natijasini o'zim so'rab olaman. Qani bergan ishlardan qaysinisini biz mahalla o'zimiz tashkil qila oldik, qaysinisini tashkil qila olmadik. Bularni muhokama qilib turib, yana ertaganiga qiladigan ishlarni mahalla 7lik bilan kelisha olamiz. Mahallamiz 90% toza ichimlik suv bilan ta'minlangan. Gaz, elektr masalalaridan muammo yo'q. Mana hozir suvni 24 soat uzluksiz ta'minlayman deb, yana o'sha bizimizning Bo'ston ko'chamizdan yana 250 diametrli suvda boshqa quduq ko'lab, hozir mana shu suv olib kelinyapti. Mana bir yilda ichida qilingan ishlarni oladigan bo'lsam 140 ta tayanch ustunlari oldik, beton. 1,5 ming metr kabellar olib, hozir tortib, tayanch ustunlar o'rnatib ishga tushirildi. 2 ta yangi transformator olib o'rnatdik mahallamizga. Hozir bizning mahallamizning infratuzilma masalasida muammolar mavjud emas.